Oyijon, Xo'p, ertaga qizim. tug'ilgan kunim-ku, o'shanga uyga borib kelsam bo'ladimi? Bir oyga, ertaga. Voy, esimdan chiqib qopti-ku bola. Uyingizga ham borishga ruxsat beraman bolam. Ertaga uyingizdagilarni chaqirib hammamiz shu yerda nishonlasak bo'lmaydimi, Nodira? Oyijon, siz ovora qilib qo'ymaymanmi? Nega unaqa deysiz? Odamzod bir yilda bir marta tug'iladi. Hozir shu yerda turib turing, to'xtang. Nodira, tushganingizga necha yil bo'ldi, bilasizmi? Ha, oyijon, 10 yil bo'ldi. Tushganingizga ham 10 yil bo'libdi. Mana shu uzuni arzimas bo'lsa ham meni nomimdan taqib yuring. Yaxshi kunlaringizga buyursin. Oyijon, ne arzimasa ham deysiz? Ha, ona tinchlikmi? Chaqiruvdingiz? Ertaga qudalarim kelishar ekan. Ayolingga tug'ilgan kuni ekan. Bir chiroyli qilib bozorlik qilib kelgin bolam. Shu kelingizni erkalatib yubordingiz-da ona. Tug'ilgan kun qani hech kim chaqirib ochiqcha rasxod. Nima qilasiz? Bir kunlik tug'ilgan kun o'tadi ketadi. Nima kichkinagina zo'r osh qilib beraman. Maza qilib o'tiradi. Nima qilasiz? Rasxod qilib ona. Ayolingni ham qo'yini ko'tariladi. Uydagilar ham kelib xursand bo'lishadi. Darrov borib meni aytganimni qilgan. Xo'p bo'ladi onajon. Nodira, Ho'ja. bu plastik. Niyat qilganman. O'zingiz bilan ikkalovinglar borib bozordan chiroyli ko'ylaklar olib, chiroyli kiyinib kelinglar. Rahmat, oyijon, baraka toping. Tilla uzuvlarimni bersam, tug'ilgan kunlarini qilib bersam, bu kelinlar qaysi duosida meni so'rab olgan ekan, ha?